Original motoblok so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlariga original Texam motobloklarimizdan va xuddi shunday mashina balonli qo'yilgan motobloklarimizdan yetib keldi akalar. Kimga xuddi shunday motobloklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranni pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Xohlasanglar Texam motoblogimizga ham ana shunday mashina balonlarni qo'yib ustanovka qilib berish imkoniyatlari bor akalar. Xo'p, hozirda sizlarga bularda hamma motobloklarimizni qisqacha ma'lumotini berib, narx-navolari bilan tanishtirib, nima ishlar qilish mumkinligi haqida aytib o'taman akalar. Xo'p, bo'lmasam birinchi bo'lib original Texam motoblogimizda reduktorlari 450 tali reduktorli variantdan boshlaydigan bo'lsak, motoblogimiz Texam motoblogi bo'ladi. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Reduktorlari aytib o'tganimdek 450 tali reduktor qo'yilgan bo'ladi. Yoqilg'i turlari bizim boklari 3 litrli qilib ishlangan. Yurg'izish joylari zavod orqali yarim torga zavodit oladi. Vozdonli filtrlari mastinli qilib ishlangan. Mastinli filtrlariga 50 gram 100 gram quyib qo'yadigan bo'lsanglar, motoringlar uzoq umr xizmat qilishiga sababchi bo'ladi. Motoblogimizda motorlari 170 F motor qo'yib ishlangan bo'ladi akalar. Motoblogimizda moydachilargacha qo'yib qo'yganmiz. Motoblogimizda moydachi esa sizlarga motoringlarga quygan moylaring muddatdan o'tib ketadigan bo'lsa, motobloglaring zavodga o'chirib qo'yadi va motorga shikast yetmaydi akalar. Motoblogimizda rollari baquvvat rollardan qo'yilgan, skorlari oldiga 2 tadan, orqaga 1 tadan skorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimiz orqa tomonda qishloq xo'jaligi vom mavjud. Qishloq xo'jaligiga ulanadigan texnikalar, qarshi sistemalarni ulab ishlatishlaring mumkin bo'ladi. Motoblogimizning komplektida xuddi shunday 4 qatordan 8 qator bo'lgan, har bir qatori bo'linadigan original qalin o'zini frezalarigacha chiqadi. Bular o'zini komplektga qo'shib beriladi. Komplektni yana bitta aytib o'taman. 4 qatordan 2 ta 8 qatorli original har bir qatori bo'linadigan frezasi va dokumenti o'zini kulish-pulishlari chiqadi va orqasidagi tormozlarigacha beriladi. Va motoblogimizga o'zimizni agroservis do'konida 1 yilgacha garantiyalari beriladi. Bu 1 yil ichida o'zidan o'zi buzilib qoladigan bo'lsa, servis xizmatlari va mutlaqo tekinga tuzatib beriladi. 1 yil ichida zavodskiy defekt bo'lib buzilib qoladigan bo'lsa. Xo'p, undan keyingi motoblogimiz balonlari katta qilib ishlangan, yoqilg'i turlari bizim boklari 5 litrli qilib ishlangan, yurg'izish joylari zavod orqali yarim torga zavodit oladi. Balonlarni ko'rib turganinglardek katta Cherokee Damas balonlardan qo'yilgan bo'ladi. Buni ham reduktorlari katta reduktordan qo'yilgan. Xo'p, motoblogimizda yurg'izish joylari bundan ham zavod orqali vozdonli filtrlari mastinli qilib ishlangan. Mastinli filtrlariga 100 gram o'qib bergan bo'lsanglar, motoringlar uzoq umr xizmat qiladi. Skorlari oldiga 2 tadan, orqaga 1 tadan skorlardan qo'yib jihozlangan bo'ladi akalar. Buni ham motorlari 170 F motor qo'yib ishlangan. Motorida moydachilargacha qo'yilgan bo'ladi, ko'rib turganinglardek. Xo'p, buni ham komplektida 4 qatordan 8 qator bo'lgan, har bir qatori bo'linadigan original qalin frezalarigacha chiqadi. O'zini kulish-pulishlari, dokumentlarigacha bo'ladi. Undan keyingisi original Texam motoblogimizni xuddi shunday 450 tali reduktorli varianti bo'ladi. Ana shu motoblogimizdan bir xil varianti, faqat buni orqa tomoniga universalniy pluglarni ulab qo'yganmiz. Universalniy plug deyilishining sababi, xohlasanglar chap balon diziga, xohlasanglar bemalol o'ng balon diziga qo'yib ham ishlatishlaring mumkin. Agarda xohlasanglar buni reduktorda to'g'risiga qo'yib turib, orqasidagi lapchalarni bemalol turpoqlarini o'ngga chapga tashlaydigan qilib to'g'rilasanglar bo'ladi akalar. Bemalol lapchalarini uchun ham mana shu yer orqali bemalol ligirovka qilsanglar bo'ladi. Shuning uchun universal plug deyilishining sababi ham shu bo'ladi akalar. Kimga mana shu turdagi 7 ot kuchli original reduktorlari katta reduktorli yoki balonlari katta balonli motoblok kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastiga nomer qo'ydim. Bemalol murojaat qilib, optim narxlarda xarid qilib olishingiz mumkin. Manzilda aytib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Xo'p, videoga like bosmagan bo'lsangiz, like bosib, pastda obuna tugmasi bor. Bizga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsanglar, kelganinglarda motobloklar aytib o'tilgan narxlardan kamini qilib tushirib beriladi. Motobloklarimiz original, motobloklarimiz
bo'lmasa texnik motobloklarimizni narxiga keladigan bo'lsak, original reduktorlari katta 450 talik reduktorli varianti 4.500.000 so'mgacha sotilyapti. Boshqa joylarda 3 million so'm, 3 million 300, 3 million 800 minggacha sotilayotgan varianti u reduktorlari kichkina 150 talik, 250 talik reduktorli varianti bo'ladi. Agarda ana shunday reduktorli varianti kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning do'konlarimizda 3 million so'mdan optim narxda xarid qilib olishingiz mumkin. Agarda sizlarga sifati muhim bo'ladigan bo'lsa, original korobkalari katta 450 talik reduktorli 4 qator 8 qator frezalar bor motoblokimiz 4,5 million so'm kamina qilib tushirib beriladi. Va kimga xuddi shunday motobloklarni olganlari uchun bonuslarga bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu motobloklarimizni xarid qilib oladigan bo'lsanglar, sizlarga bonuslarga ham qo'shib beriladi. Va motoblok uchun xuddi shunday plyuglarimizdan ham bor. Plyuglarimizning narx-navolari 400.000 so'mdan 1,5 million so'mgacha har xil plyuglarimiz bor. Bonusda aytdim akalar, bonusimiz juda ham oddiy. Videoga like bosmagan bo'lsangiz like bosing, bizga obuna bo'lib qo'ying va Argus do'koniga kelib 7 ot kuchdan 17 ot kuchigacha bo'lgan istalgan turdagi motoblokni optim narxda xarid qilib oling va bonuslaringizga ega bo'ling. Bonuslarni olish sharti juda ham oddiy. Aytayotganimdek, bizga obuna bo'ling, videoga bitta like bosib qo'ying, bo'ldi. Va biz do'konga kelib istalgan turdagi 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha bo'lgan istalgan turdagi motoblokni xarid qilib olganingiz uchun mana shu omadli barabanimizni sizga aylantirish imkoniyatini beramiz. Bu barabanda aylantirganinglarda sizlarga nimaiki tushadigan bo'lsa, ana shu yerda to'xtaydi. Nimaiki tushadigan bo'lsa, shundoq tekinga berib yuboriladi akalar. Ko'rib turganinglardek balgarka akalar, balgarga tushdi. Bu tepasida mana ko'rib turishlaring mumkin. Bu tomonga o'tdi akalar. Xo'p, bu yerda sovg'alar juda ham ko'p, har xil 100 xildan oshiq sovg'alarimiz bor akalar. Dori sechadigan apparat deysizlarmi, balgarka, shurpagir, drill, xuddi shunday shurpagir navorlar, kulish navorlar, hamma sovg'alarimiz barabanda bor akalar. Xo'p, xuddi shunday bonuslarda shurpagir, drill, balgarka, dori apparatlarda tekinga olmoqchi bo'lsanglar, bizdan motoblok xarid qilib olinglar va omadinglarni sinab ko'ringlar va bonuslarni tekinga olib ketinglar. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i, Agri Service do'kon. E'tiboringlar uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.